Assalomu alaykum mahalladoshlar. 2026-yil 5-yanvar Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mavqeida joylashgan bir xonadon Marg'ilonlik jome masjidi. Mana masjidimizga tahoratxonasi tomoniga ketgan kabellari juda eski kabellar edi. Shuni elektrisitetga aytgan edik, almashtiramiz deb qora kabelga mana kelib almashtirib berishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Bundan o'tadi, bundan bu stolbaga o'tib, so'ng bundan bu hujra tomonga o'tib счетчикка tushadi. Qora kabeldan qo'yilyapti. Ana shunday. Eski kabellar uloq edi. Yangi kabel qo'yib qo'yaylik. Ancha yil xizmat qilgan eski kabellarning o'rniga, oq kabellar o'rniga qora kabel qo'yilyapti. Mustahkam ekan. Endi bu tomonga o'tdi. Asosiy tokka uryapti. Zajim. Mana shunday qilib avvalgi eski oq kabel o'rniga mana yangi qora kabel qo'yildi masjidga. Endi bir tartibli bo'ldi. Avval ochiq joylari ko'p edi. Mana shunday do'stlar, Alloh rozi bo'lsin. Shu masjidimizga kim qanday xizmat qilib turgan bo'lsa, masjidimizda juda ko'p qurilish ishlarimiz bor. Xohlagan insonlar uchun mana masjidimizning manzili O'zbekiston musulmonlar idorasi Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mavqeida joylashgan bir xonadon Marg'ilonlik jome masjidi. Mana masjidimizda ishonchli plastik karta raqami. Xohlagan insonlar mana shu plastik karta raqamga mablag' o'tkazishi mumkin. 56 14 68 20 0071 45 45. Turlibekov Abdurashid Yusuf o'g'li. Murojaat uchun telefon raqam +99 893 0081. 93lik 323 0081. Mana shunday. Adashmovchilik bo'ladi-da. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.